Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim. 85-bob. Babun fi qawli Nabiy sallallohu alayhi wa sallam: Ana awwalun nasi yashfa'u fil janna wa ana aksarul anbiya'i taba'a. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning men jannatda shafaat qiladigan insonlarning birinchisiman va payg'ambarlar ichida tabi'lari ko'p bo'lgani menman degan so'zlari to'g'risidagi bob. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinib bu kishi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, men jannatda shafaat qiladigan insonlarning birinchisiman. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom qiyomatda birinchi bo'lib shafaat qiladilar. Va men payg'ambarlarning ergashuvchilari e'tibordan eng ko'piman. Ya'ni ummati eng ko'p bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdir. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. Anas ibn Malikdan rivoyat qilindi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, men qiyomat kunida payg'ambarlarning ergashuvchilar e'tibordan eng ko'piman va men jannatni darvozasini uradigan kishilarning birinchisiman dedilar. Darvozani qoqmoq, urmoq. Birinchi shafaat qiladilar va darvozani birinchi ochadigan, jannatga birinchi kiradigan ham payg'ambarimiz alayhisalomdir. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. Anas ibn Malikdan rivoyat qilindi aytdilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilarki, men jannatdagi shafaatchilarning birinchisiman. Payg'ambarlardan birorta payg'ambar men tasdiq qilinganchalik tasdiq qilinmagan. Ya'ni menga ergashgan ummatchalik ummati yo'q deyaptilar. Meni tasdiq qilgan ummat nihoyatda ko'p. Albatta payg'ambarlar ichida shunday bir payg'ambar borki, uni ummatining ichidan faqatgina bitta odam tasdiq qilgan xolos. Qarang, bitta ummati bo'lgan payg'ambarlar ham bor. Lekin yo'llardan qaytgani yo'q. Yo'llarda mahkam bo'ldilar. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Yana Anas ibn Malikdan rivoyat qilindi aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, qiyomat kunida jannatning darvozasiga kelaman va uni ochishligini talab qilaman. Shunda posbon, ya'ni darvozabon aytadiki, kimsan sen deydi. Muhammadman deyman. Shunda o jannatning darvozaboni aytadiki, sen uchun amr qilinganman. Sendan oldin hech kimga darvozani ochmayman deydi. Qarang, farishtalarga ham Alloh taolo buyurib qo'ygan. Birinchi yo'li Muhammadga ochasin.